Bir martami yo ko'proqmi? Shunaqa bo'lyapti. Ko'proq ham bo'ladi. Bo'lsa kerak, mana bu minutda o'rtog'im minutda men o'zim kelib olib kelib sizga olib ketuvdimda. Nasib deydi. 831. Gentra avtomat korobka, tak, konserv uchun holatda turibdi. Mana shu taxometrda skachka. Endi bir xillar umuman ahamiyat bermasligi mumkin. Mashinani quloq solib haydaydiganlar, ideal ishlashini xohlaydiganlar motor chotki ishlasin kelishadi. Bu mashinada konserv o'chib yongan svetoforlar to'xtaganda taxometrda skachka bo'ladi, ya'ni ortiqcha bo'ladi, ko'p. Mana o'sha narsani hozir programmali обеспечение bilan ideal holatga keltirib beramiz. Keyingi holatini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Hozir ish faoliyatini boshlaymiz. Ichak chirog'i ham yonibdi. Zaadno hammasini konserv torch dinamikasi, bu ichak chiroqlari va motor ishlashini juda ham ideal holatga keltirib beramiz. Sizga ham shunaqa muammo bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi. Kuzatib boringlar. Keyingi videoda tayyor bo'lgan qismini ham bitta ko'rib o'tasizlar.